Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 7 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarning 29% ortiqcha vaznga ega. Ya'ni bu har 100 ta bolaning 29 tasida semizlik kasalligi bor degani. Xo'sh, ortiqcha vazn ko'proq qaysi omillar bilan bog'liq? Uning qanday xavfli asoratlari bor? Muammoning oldini olish uchun nimalar qilish lozim? Hozirgi reportajimiz orqali mutaxassis tavsiyalar bilan tanishishingiz mumkin. Oxirgi 10 yilda butun dunyo bo'ylab bolalar orasida semizlik ko'rsatkichi keskin oshdi. Buni Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2022-yil hisobotidagi raqamlarda ham ko'rish mumkin. Aynan shu yil 390 million nafar bolada ortiqcha vazn kuzatilgan va bu raqamlar hali ham o'sishda davom etyapti. Xo'sh, buning kelib chiqish omillari qanday? Yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlar, fast food kabi yengil o'zlashtiruvchi uglevodlarga boy bo'lgan va turli xil shakar ko'p miqdorda saqlovchi ichimliklarning ko'payishi, undan tashqari bolalar tashqarida o'ynash yoki aktivlikning o'rniga telefon yoki planshetlar, televizor oldida ko'proq o'tirish sababli rivojlanayotgan bir holat hisoblanadi. Semizlikka olib keluvchi asosiy sabablarda bu, ya'ni organizmga tushadigan kilokaloriya miqdorini sarfidan nisbatan yuqori ekanligi sababli rivojlanadi. Aksariyat hollarda semirish ekologik, psixoijtimoiy sabablar va irsiy moyillik tufayli yuzaga keladi. Tabiiyki, ko'pchilik bunga jiddiy e'tibor bermaydi, ammo ortiqcha vazn ortidan bir qator kasalliklar yuzaga kelishi xavfi yuqori. Eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu insulinning yuqoriligi sababli insulin rezistentlik yuzaga kelishi va keyinchalik diabet, ikkinchi tip diabet rivojlanish xavfi oshadi. Undan tashqari erta qon bosimi oshishi, ya'ni gipertoniya rivojlanish xavfi oshadi. Tayanch harakat sistemasida, ya'ni oyoqlarda deformatsiyalar, umurtqa pog'onasida skolioz kabi holatlar uchrashi mumkin. Keyingi uchraydigan asoratlardan bu tana vazni juda ham ko'p oshib ketgandan keyin bolalarda o'sha tungi nafas olishi buzilishi, ya'ni tungi apnoya holati kuzatiladi. Bu kasallikni davolash uchun uning kelib chiqish faktorlarini aniqlab olish muhim. Xo'sh, shifokor bu borada qanday tavsiyalar beradi? Birinchi navbatda agar bu olib keluvchi faktor noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni oilaviy noto'g'ri ovqatlanish bo'ladigan bo'lsa, ovqatlanish tarzini o'zgartirishni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi navbatda bu olib keluvchi faktorlardan, ya'ni endokrin buzilishlar bormi yo'qmi, shuni tekshirish kerak bo'ladi. Albatta, bu holatlarda o'zini maxsus dorilari bor, o'sha dorilar bilan davolash kerak bo'ladi. Ana endi sizda ham ortiqcha vaznni aniqlashning osonroq usuli bormikan degan savol paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas. Semizlikni aniqlashning eng oddiy usullaridan biri bu og'irlikni bo'yning kvadratiga bo'lib hisoblashdir. Ya'ni masalan, vazningiz 60 kg, bo'yingiz esa 150 cm bo'lsa, vazningizni bo'yingizning kvadratiga bo'lasiz. Bunda natija 18-25 oralig'ida chiqsa, bu normal holat, ammo 25 dan 29 gacha bo'lsa, bu semizlikning birinchi bosqichi hisoblanadi va bunday jarayonda albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Muxlisa Abdujalil va Obid Yoqubov Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.